Assalomu alaykum Xulosavuz remont kanalini obunachilari. Mana biz 2024-yil qilgan remontimizni videolar orasida topib oldim. Shuni yuklangan uylardan ko'rib tomosha qilishlaringiz mumkin. Bu uyimiz betondan, fasadi betondan bo'lib, so'kinlari ko'chaniki travertin bo'lgan, ichkariniki kafel bo'lgan. Ko'rib bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddaman. Biz endi bunda bir 10 kuncha ishladik. Kafel, so'kilni kafel qilib, keyin travertin qilganmiz. Bir ikkita joylarda gipsogardon ishlarini qilgan joylarimiz ham bor. Video davomida ko'rishlaringiz mumkin. Oldingi holati va remont qilingandan keyin holatini ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat. Bu videomiz sizlarga yoqqanidan xursandmiz. Bizning kanalga obuna bo'lishni, like va kommentariy qoldirishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana Xudo xolasa, inshaalloh videolarimizni qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammanglarga omad yor bo'lsin.